Keling, chaqaloqni siling shaf bilan o'rab olaylik. Men sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan o'rash cho'ntakdan otish deb ataladi. Bu trikotaj emas, balki toquv shayf uchun o'rash. Ularning orasidagi farq haqida oldingi darsda eshitishingiz mumkin. Cross over cho'ntak o'rash eng ko'p kirali biri hisoblanadi. Unda siz yangi tug'ilgan chaqaloqni ham, 2 yoshli chaqaloqni ham o'rashingiz mumkin. O'rash jarayonida biz ikkita narsaga e'tibor qaratishimiz muhim. Birinchidan, shafni burama, ikkinchidan, uni butun kengligi bo'ylab teng ravishda chozing. Iltimos, diqqat qiling, men chaqaloqning oyoqlarini qo'lim bilan o'tkazaman va ularni cho'ntagim matosi bilan ushlamayman. Bu juda muhim. Men cho'ntakni bolaning yelkasiga to'g'rilayman. Agar kerak bo'lsa, boshni qo'llab-quvvatlash uchun rulonni burish uchun ozgina qo'shimcha matoni tortib olishingiz mumkin. Biz tanangizga eng yaqin bo'lgan pastki tuvaldan tortib boshlaymiz va biz, albatta, chiziqlar bilan tortamiz. Slingning boshqa har qanday ko'taruvchidan asosiy ustunligi shundaki, uni aniq bir joyda, ya'ni bo'shliq bor joyda tortib sozlash mumkin. Biz matoni kengligi bo'yicha 3 qismga bo'lib, har bir qismini alohida tortamiz. Matolarni bolaning dumbasi ostida va uning oyoqlari hamda tanangiz orasidan o'tkazib, arqonlarni orqaga olib chiqamiz. U yerda biz tugunni bog'laymiz, u 2 barobar bo'lishi kerak. Endi men sizga o'rashni qanday ochishni ko'rsataman va sizga chaqaloq kiyishda yoqimli tajriba tilayman.